Tak. Uzr ovozim o'chim. Tak, hammaga assalomu alaykum. Biz YouTube kanalida birinchi marta ko'rayotganlar, bizning YouTube kanalimiz hozirda 108 ta obunachi bo'ldi. Agarda kimda-kim biz YouTube kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsa, xato qiladi. Agar u PUBG bo'lsa, igrok bo'lsa, YouTube kanaliga obuna bo'lish kerak. Har kunlik bizda UC'lik lobbilar bo'ladi. Har kunlik UC'lik lobbilar bo'ladi. UC'lar tashab beriladi va o'ynalgan o'yinlar hammasi ana shu YouTube kanalimizda berib boriladi. Undan tashqari kanal silkasida bizda Telegram kanalimiz silkasi bor. Kanal opsiyasi, video opsiyasida bizda Telegram kanalimiz silkasi bor. O'sha kanal silkasi orqali o'tib Telegram kanalimizga o'tsanglar, Telegram kanalimizda doimiy UC'lik lobbilar bo'ladi. Hozircha mana bizda kanalga ID va kodlar tashlangan, 35 ta odam qo'shildi. Men o'zimiz klanni bolalarni qo'shib yuboraman. Start hali bemalolchilik, o'shanga qarab turib kiradi hammasi. Tak. Agar kimda-kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obunani bosib qo'yish kerak bolalar. Obunani bosib qo'yish kerak, sheriklarni chaqirish kerak, UC'lik lobbilarda ishtirok etish kerak va UC yutib olish kerak. UC yutib olish kerak. 36 ta odam. Men video cho'zilib ketmasligi uchun pauza qilib turaman va start bo'ladigan payti yana videoni davom ettirib ketaman. 22:20 da hali startgacha 5 minut bor. 5 minut ham bu kuzatuvchi uchun juda ko'p vaqt. Tak, bolalar, biz lobbini boshladik. Tak. Bolalarni chaqirib yuboramiz. 43 ta odam. O'zimiz klanni bolalari bilan 45 ta bo'lamiz, xudo xolasa. Tak, kimda-kim biz YouTube kanalda ko'rayotgan bo'lsa, biz Telegram kanalimizda bo'lmasa, Telegram kanaliga o'tib olamiz. Telegram kanalida kunlik UC'lik lobbilar bo'lyapti. Nima qilib qo'yamiz? Valla, krisalik qilmasdan o'ynaymiz. Men krisaliklarni sirazi ko'rib qo'yaman va alohida qilib turib videoga chiqarib yuboraman. 46 ta. Bo'ladi, bizga yetadi. Kirolmay qolman. Bosmay turing, 2 minut deyapti. Bosmay turing, 2 minut. 47 ta. 8 ta. Mayli, obunachilarning talabi 2 minut bosmay turamiz. Tak, bolalar, kimdir-kim biz YouTube kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, YouTube kanaliga obuna bo'lib olasizlar. Hammaga rahmat. Bizni boshdan podдержка qilayotganlarga. Hozircha biz YouTube'da 108 ta bo'ldik. Bu yaxshi natija, sizlarni podдержкаларni natijasi bu. Xudo xolasa, 1000 ta, 10 ming ta, 100 ming ta bo'lgan paytimiz chiroyli nimalarni, sovrinli UC'lik lobbilarda o'tkazib o'tiramiz. 47 ta. Bunchalik ko'p kutib tura olmaymiz bolalar, biz sizlarni. Bunchalik ko'p kutib tura olmaymiz, xafa bo'lmaysizlar. Bu yoqda o'zi klanni bolalari. Bolalar, start. Xafa bo'lmaysizlar, 50 ta odam bilan start ketdi. O'yinni ko'ramiz. O'yinni iloji boricha o'sha to'qnashuvlarni yozishga harakat qilaman. Qolgan joylariga ulgurmayotgan bo'lsam, uzrlar. Xullas, bizda bugungi
lobby deydimi streamerlar. Hay 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 hay. Hay hay hay. 4 ta joyda joylashgan. 5 ta joyda. 5 ta joyda 5 ta tochkada joylashgan mollar. It egasini, küçük bojasini, mushuk tog'asini tanimaydi. Hamma bosa-bos 50 ta odam. Hammasi normalniy игрокlar. Tak bolalar ko'ramiz. Bundan oldingi bundan oldingisida eventlisini qo'ygandim. Eventlisi ko'pchilikka yoqmadi. Qotyapti. Balo bo'lyapti, go'r bo'lyapti degan atmosferlar ko'payib ketganligi sababli eventli emas, oddiysini qo'yishga qaror qildik. Xullas ko'ramiz, bizda yangilar yo'q. Hammasi o'sha eskilar. Boshda o'lib ketganlar, xafa bo'lmaysizlar, ko'rsataman degan bo'lsak. Usfatilla nok, usfatilla yopildi. Uzubi. Tak, bizda uzr. Xullas mana kartada hamma joylashgan joyini bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Butun bir lift egallab olganmiz. Hozirlikcha bizda to'qnashuvlar yo'q. Zo'r joylashgan, hamma bitta joyga emas. Yoki tiqilib qolgan joyi yo'q, hamma zo'r joylashgan. O'yinchilarni bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlarga Timonni ko'rsatish shart emas, o'zimiz klanning bolalari. Polkovnik biroz o'qi. Ya. Polkovnik? Ya. Hozaka. Ya. Kamchiliklar yo'qmi? Alo. Choy, poy, non, pon. Mayda juda kerak emasmi, hoji aka? Voy, bunga qaranglar. Ya, eshit. Qimirlamang. Siz qimirlash mumkin emas. Yana shunaqa o'rmalash mumkin. Sherigingiz qayerda sizni? Sherigingiz yo'q. Ama qoyil lekin. Tamam. Hoji aka mana shu yerda magazinga kelgan qoqaman deb planlashtirganda. Tak, Ibratbek. Trenddagi bola. Ibratbekni ko'ramiz. Erkinboy sherigi. Ikkalasi ham shu yerda. X4 monsterlar. Monster ham yaxshi o'ynadi. O'tgan o'yinlarda ko'ryapmiz, Monster ham o'ynadi. O'yinlari yaxshi, Grazi, X7 Terror.
X7'lar jamoasining a'zosi va alfalar. Alam Danger. Alam Danger. Grazi bilan birgalikda. Grazi ikkita ekan bizda bolalar. Qaysi Grazi endi bu? Ikkovi bitta komandadan endi bilmaymiz. Tak, bizda vaqt aka bilan bosmisha Xon. Xon XX bilan Bandit. S Bandit. Bu boshqa Bandit o. Bu S Bandit X7. Bu boshqa Bandit da. Yana bitta Bandit. Bu Bandit original mana unda mana. Biz komandani Banditi. Naragisi shuni poddelkasi ekan. Ghost. Norboyev. Sattor berdi deganim uzr. Uzr Azik. O'zbekiston X7'larni kuzatyapti. Nega otmayapti? Do'q etmayapti. To'g'ri urish kerak ekan. Ha, sherigi naryoqda ekanda. Qarayapti, vaziyat yaxshi emas. Buni vaziyatda nima qilish kerak? Chizish kerak bunaqa vaziyat. Quyonga aylanib qolish kerak. Bizda to'qnashuv ham tugab qoldi. Kozimjonov bilan Kozimjonov yopilib ketdi. Bu Azik O'zbekiston bilan birgalikda Front Master bilan Asilbek Uzubi. Yo'q. Yaxshi qochayotgan bolaga 5 ketib bordim, lekin tegib ketib qoldi. Yaxshi himoyalandi lekin. Sezir sherigi yopilib ketibdi. 01 Uzubi sherigini ko'tarishga keldi. Hech kim yo'q. Bemalolchilik, bosib urish kerak. Tak. Polkovnik, bekor chiqding. Kir vrachga sразу. Uyga kir. Davay, mashindan. Ha, chiqish kerak. Chiqamiz. Oho, chiq. Давайте. Yo, tepa bo'lmaydi. Voy. Mashir bo'ladi lekin. Ammo uzoqdan ko'rsa qoqib qo'yadi. Ichkari yaxshi edi lekin. Ichkari. Tak. Xon nimaga? Tak, bizda Norboyev. Ghost. Sattor berdi. Bandit X7 bilan birga. Bandit X7 ikkita kill bilan yaxshi ketyapti. Uzub Azik. Bizda 39 ta odam qoldi. Bizda faqat kuchlilar bolalar, kuchlilar. O'shaning uchun nima deydi, o'yinga kirib olib turib, haligi
botlar bilan o'ynab 48 ta kill qilib turib, KD'sini 45 qilib turib, men pro igrokman, men yoraman Lyuboyni, KD'ni ko'ryapsanmi deb turib maqtanib yurmanglar-da. Men unaqa realniy igroklar o'ynaydigan lobbilarga tushib o'ynab, o'zinglarni ko'rsatinglar. Haqiqiy o'yinchi mana shunaqa lobbilarda bilinadi. Haqiqiy o'yinchi o'yinchilar bilan o'ynab ko'tarib oladi. KD'sini ham, boshqasini ham. Bunaqaligi soat kechqurungi 4:30da ligga tushib olib turib 45 ta kill qilib, erangilga tushib olib turib 80 ta kill qilib KD ko'tarmaydi ana botlardan. Shuning uchun mana shunaqa lobbilarda o'ynash kerak. Lobbilarda o'ynash uchun nima qilish kerak? Bizni Telegram kanaliga ulanish kerak. Telegram kanalda beriladigan lobbilarning ID kodlari bilan parol bilan qanday kirishni o'rganish kerak. To'g'rimi? Keyin ana haqiqiy o'yinchi bo'lib yetishadi. Bunaqa men KD'ni ko'ryapsanmi? O'zingdan bir narsa yasa olmagin. Bunaqa, bunaqa gaplar kerak emas. Hozir arena ham o'ynab bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Arena, agar kim arena o'ynab menga o'xshab asabi buzilib o'yinni boshida yoki bir ozgina o'ynab chiqib ketadiganlar bo'lsa, hamma joy VPNchi ko'p ketgan. Birinchi bir haligi bor endi normalniy VPN qo'shmasdan bir chiroyli o'yin qiladiganlar bor. Lekin ko'pchilik VPN qo'yib olib turib, o'zidan pro igrok yasab, ikkita barmoqda o'ynasa ham 4 ta o'q bilan o'ldirib qo'yib, mana shunday bo'lib yuribdi-da. Vallahi unaqa bo'lmaydi. Hamma narsani realligi yaxshi. Realniy o'yinchi bo'lish kerak, realniy o'ynash kerak. Tak. Bizda nolombilar jamoasi yopilib ketib qoldimi? Da, nolombilar jamoasi yopilib ketib qoldi. Bundan oldin to'pani oluvdi. Pishdi. Tak. Kim qoldi? Sattorovni ko'rsatdik. Tagidan kelaylik, Sarvar. Bizda to'qnashuv bo'lyapti. Bu ikkita komanda. Bandit X7 va Xon. Umuman joni ketmayapti Xonni. Tak, hozir yoqqa ketib qoldi. Shak berma uka. Shak berma uka, shak berma. Shak bersang bilib qolishadi. Shak bersang bilib qolishadi. Tak, Norboyev ikkita kill bilan mashinada chiqib ketibdi. Ama qo'yilgan. Yo'q, lekin maskirovka itarib qo'yibsiz lekin mashina. Ama uni qarang, birga bir. Nahot orqadagi ana Erkinboy bilan Ibratbek sizlarni ko'rmayapti. Ibratbek? Hali ham sizmi uka? Erkinboyni ham o'rgatibsiz-ku. Erkinboy? Nimaga boshdan? Kamchiliklar yo'qmi? Kamchiliklar bo'lsa aytarsizlar-a, sekin-a. Choy-poylar bo'lsa mana adminlar bor, sekin olib boradi-da. Choy qanaqa bo'lsin? Qora choymi, ko'k choymi? Qora? Davay, qora choy. Bo'ldi. Go's. Amerda tirs urib qo'yapti-da. Amerda. Xullas bizda vallahi odam 22 ta. Aka nimaga hamma kuchli o'ynaydi? Ha, hamma kuchli o'ynaydi-da, chunki bu yerda hammasi gamer-ku. Faqat bot o'ldirib yurmaylar-da, vallahi. Ashi lobbilarda ham ishtirok etib, lobbilarni ham o'ynab turish kerak. To'g'rimi? Shuning uchun aytamanki, lobbi o'ynanglar. Gamerlar bilan o'ynanglar. Vallahi biz
Tak, Sattor berdi. Bandit. VPN. Yo, VPN nimada o'yin Liviklarda klassikada VPN ishlamaydi valla. Men o'zim VPN chiqmasmanu. Lekin VPN chiqmasman, atak VPN o'sha yerda ishlamasligini bilaman. Alfa chap. Yondi. Halak X7 jamoasi. Alfalar. Alfalar 4 ta kill bilan yaxshi ketyapti. YouTube Asad. Alfa paddeshga qilish kerak. Asadni uspa shoh dalnidan turib bermasa, olmasizlar ekan zonada ham qolasizlar. YouTube Asad. Qaniydi, mana. Johnny bratchika ham bir o'zi ekanda. Oh, Sarvar. Not leader. Bitta hayishga bilan endi ikkovi ham 3 ta. Bitta hayishga. Yengil. Ya, don. Ibratbek, cho'tam. Ya, Sashoh ulgurmadi uka. Ibratbekning o'zida ham ahvoli yaxshi emas. Notlar jamoasini yopib yubordi, lekin Ibratbekda ham joni yo'q. Ulguramikan? Ulgurdi. Johnny bilan YouTube Asad. Bizda Alfalar jamoasi chap tomonda, to есть mendan o'ng tomonda. Ibratbek va YouTube Asad va Johnny. YouTube Asad o'zi alohida tema, Johnny'ni o'zi alohida tema. Sarvarni o'zi alohida tema. Voy. Tak. O'yinni ko'ryapmiz. Teparoqdan ko'ramiz. Alfalar ikkala tomondan qisib kelyapti. YouTube Asad alfalarni ko'rmayaptimi? Ha, yo'q, ko'rinmaydi. Sarvar uçtu. Sarvar birazcık yopildi. Asad. O'yinning oxirini ko'rib turibmiz. O'yinimiz ham oxirlab qoldi. Bizda ikkita pro idrok va bitta YouTube emas, YouTube Asad. YouTube Asad bilan X7'lar. Uka, bunaqa tura olmaysan sen.
Ukamjonim, bitta hayishga bilan o'chirib yuborishadi seni. Ana. Ukamjonim. Hayishga ham tushmadi senga lekin. Endi uchasan. Pastlab o'ylashapti-da seni. Bo'ldi. Bizda to'xtadim bor. Tak, buni screen qilamiz va biz keyingi o'yinni boshlaymiz.